Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi ma'ruzamiz boshlang'ich ta'limda nutqiy va lingvistik kompetensiya fanidan 10-ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Ushbu fanimizning ma'ruzasi matnni to'g'ri o'qish va tushunish qoidalari deb nomlanadi. Demak, ushbu mavzuni 4 reja asosida ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi rejamiz matnni o'qish va tushunish jarayonining psixolingvistik mohiyati. Ikkinchi rejamiz to'g'ri o'qishning asosiy tamoyillari va nutqiy xususiyatlari. Uchinchi rejamiz matnni tushunishining bosqichlari va mantiqiy mexanizmlari. To'rtinchi rejamiz ta'lim jarayonida matnni ongli o'qish va tushunish hamda rivojlanish deb nomlanadi. Demak, ushbu ma'ruzamizni boshlashdan oldin demak ayrim ma'lumotlarni aytib o'tish joiz deb o'ylaymiz. Demak, matnni to'g'ri o'qish va tushunish nutqiy faoliyatning eng muhim jihatlaridan biri bo'lib, shaxsning intellektual va ma'naviy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatli kasb sifatida rivojlanadi. O'qish jarayoni faqat harflarni tovushlarga aylantirish emas, balki matnda ifodalangan mazmunni anglash, tahlil qilish va baholash jarayonini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli matnni o'qish va tushunish tilshunoslikning psixologiya va pedagogika fanlarining kesishgan nuqtasidan o'rganadigan murakkab jarayon hisoblanadi. Matnni tushunish jarayoni inson tafakkuri bilan chambarchas bog'liqdir. O'quvchi yoki tinglovchi matnni idrok etar ekan, undagi axborotni avvalgi bilimlari bilan solishtiradi, muhim va ikkinchi darajali ma'lumotlarni ajratadi hamda umumiy mazmunni anglashga harakat qiladi. Ushbu jarayonda diqqat, xotira, mantiqiy fikrlash va til sezgisi muhim rol o'ynaydi. Matnni tushunish darajasi shaxsning til kompetensiyasi va uning umumiy savodxonligiga bog'liq bo'ladi. To'g'ri o'qish matnni tushunishning asosiy sharti hisoblanadi. To'g'ri o'qish deganda matnni adabiy talaffuz me'yorlariga rioya qilgan holda aniq, ravon va mazmuniga mos ohangda o'qish tushuniladi. To'g'ri o'qish jarayonida so'zlar noto'g'ri talaffuz qilinmasligi, urg'u va pauzalarga e'tibor berishi zarur deb hisoblanadi. Aks holda matnning mazmunining buzilishi yoki noto'g'ri anglanishi mumkin deb hisoblanadi. Matnni to'g'ri o'qishda intonatsiya ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Intonatsiya matnning mazmuniy va emotsional jihatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Xabar, savol, buyruq yoki undov mazmunidagi gaplar turli intonatsiyalar bilan o'qiladi. Intonatsiyaga rioya qilmaslik matnni mexanik o'qishga olib keladi va uning mazmuniy ta'sirini susaytiradi. Shu bois to'g'ri o'qish matnni jonlantiruvchi muhim omil hisoblanadi deb o'ylaymiz. Matnni tushunish jarayoni bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Avvalo, matn yuzaki idrok qilinadi, ya'ni undagi umumiy mavzu va asosiy g'oya aniqlanadi. Keyingi bosqichda esa matn chuqurroq tahlil qilinadi. Sabab, oqibat aloqalari, asosiy fikrlar va dalillar aniqlanadi. So'ngra matn mazmuni umumlashtirib, xulosa chiqariladi. Ushbu bosqichlar izchil amalga oshirilgandagina matn to'liq va to'g'ri tushuniladi. Matnni tushunishda kontekst muhim rol o'ynaydi. So'z va gaplar matn doirasida o'zining aniq ma'nosini kasb etadi. Ayrim so'zlar kontekstdan tashqarida bir ma'noni bildirsa, matn ichida esa boshqa ma'noda qo'llanishi ham mumkin. Shu sababli matnni tushunishda alohida so'zlarga emas, balki ularning matn ichidagi o'rniga alohida e'tibor qaratish lozim. Kontekstni hisobga olmasdan o'qilgan matn yuzaki va noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Matnni tushunishning yana bir muhim jihati shundaki, mantiqiy bog'lanishlarni aniqlashga borib taqaladi. Matndagi fikrlar o'zaro mantiqiy aloqada bo'lib, bu aloqalar bog'lovchilar, takroriy so'zlar, olmoshlar va boshqa til vositalari orqali ifodalanadi. Ushbu bog'lanishlarni anglash matn mazmunini izchil tushunishiga yordam beradi. Mantiqiy aloqalar buzilgan yoki anglamagan matn tushunarsiz bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida matnni to'g'ri o'qish va tushunish ko'nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. O'quvchilarning mustaqil bilim olish qobiliyati asosan matn bilan ishlash
ishlash malakasiga bog'liq bo'lib xizmat qiladi. Darsliklar, ilmiy manbalar va badiiy asarlarni to'g'ri o'qib, mazmunni tushuna oladigan o'quvchigina ta'lim jarayonida yuqori natijaga erishadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida matnni to'g'ri o'qish texnikasi ustuvor ahamiyatga ega bo'lsa, keyingi bosqichlarda matnni ongli va tanqidiy o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar matndan asosiy g'oyani topib, reja tuzish, xulosa chiqarish va baholashga o'rgatiladi. Bu jarayon ularning mantiqiy fikrlashi va nutq madaniyatini yuksaltirishiga xizmat qilib keladi. Matnni to'g'ri o'qish va tushunish shaxsning umumiy madaniy saviyasini oshiradi. O'qilgan matnni to'g'ri anglagan inson axborotni tahlil qila oladi hamda solishtirish va xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'ladi ham. Bu esa uning ijtimoiy faolligi va intellektual salohiyatini oshiradi. Shu bois matn bilan ishlash ko'nikmalari zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, matnni to'g'ri o'qish va tushunish qoidalari nutqiy faoliyatining asosiy poydevorlaridan biridir. To'g'ri o'qish matnni tushunishga olib keladi. To'liq tushunish esa bilim va tafakkur rivojiga xizmat qiladi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish ta'lim jarayonining muhim vazifasi bo'lib, shaxsning ma'naviy va intellektual kamolotini ta'minlaydi. Matnni to'g'ri o'qish va tushunish masalasi chuqurroq tahlil qilinishda o'qish jarayonining faol xarakterga ega ekanini alohida ta'kidlash lozim. O'qish passiv qabul qilish emas, balki faol fikrlash jarayonidir. O'quvchi matn bilan ishlash jarayonida savollar qo'yadi, taxminlarni esa ilgari suradi. O'qilgan axborot oldingi bilimlari bilan solishtiriladi va xulosa chiqariladi. Shu jihatdan matnni tushunish o'quvchining intellektual faolligi bilan bevosita bog'liqdir. Matnni ongli o'qish jarayonida selektiv idrok muhim rol o'ynaydi. O'quvchi matndagi barcha axborotni bir xil darajada qabul qilmaydi, balki muhim va ikkinchi darajali ma'lumotlarni ham ajrata oladi. Ushbu tanlab idrok qilish qobiliyati rivojlangan shaxs matn mazmunini tez va samarali tushunadi. Aksincha, ushbu ko'nikma yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa, matnni tushunish yuzaki bo'lib qoladi. Matnni tushunishda til birliklarining ma'nosini aniqlash muhim ahamiyatga egadir. Notanish so'zlar, ko'chma ma'nolar, terminlar matnni anglash jarayonida muayyan qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shu sababli matnni o'qish jarayonida lug'at bilan ishlash, kontekst asosida so'z ma'nosini aniqlash va semantik tahlil o'tkazish muhim hisoblanadi. Ushbu faoliyat matnni chuqurroq tushunishiga yordam beradi va o'quvchining lug'aviy boyligini oshiradi. Matnni to'g'ri tushunishda mantiqiy tuzilmani aniqlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir matnda muayyan mantiqiy tuzilma mavjud bo'lib, u sabab-oqibat, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi munosabatlar asosida quriladi. Ushbu mantiqiy aloqalarni aniqlash matn mazmunini izchil tushunishga yordam beradi. Agar o'quvchi matnning mantiqiy tuzilishini anglamasa, undagi fikrlar parokanda bo'lib ko'rinadi. Matnni tushunishning yuqori bosqichi tanqidiy o'qish hisoblanadi. Tanqidiy o'qish jarayonida esa o'quvchi matndagi fikrlarni baholay oladi. Ularning asosligini ham tekshira oladi va muallif pozitsiyasiga nisbatan o'z munosabatini ham bildira oladi. Bu bosqich o'quvchining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va uni passiv o'quvchidan faol subyektivga aylantiradi. Tanqidiy o'qish zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanib kelgan. Matnni to'g'ri o'qish va tushunish yozma nutqni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. O'qilgan matnni chuqur anglagan o'quvchi o'z fikrini yozma shaklda ham izchil va mantiqiy ifodalay oladi. Shu sababli o'qish va yozish ko'nikmalari o'zaro bog'liq holda rivojlantirish lozim deb sanaladi. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, ma'ruza mashg'ulotlarimiz xuddi shu tempda davom etadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.